أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'qishga kirishishdan oldin bir narsaga bizni buyurgan. Iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Agar Qur'on o'qisangiz shaytonir rojim yomonligidan Alloh bilan panoh so'rang deydi. Shaytonir rojim ya'ni la'natlangan shayton degani. La'natlangan shaytonning yomonligidan panoh so'rab keyin Qur'onni boshlang deydi. Shuning uchun Qur'onni boshlashlikda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb boshlaymiz. Savol: Qur'on o'qiganda asli shayton qochmaydimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Baqara surasi o'qilgan uyga shayton kirmaydi aslida. Nega Qur'on o'qishda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb boshladigan? Chunki bu kalit bu. Xuddiki namozga turganingizda tahoratsiz namozga turmaysiz. Inson Qur'onga turganda ham, Qur'onni qo'liga ushlab o'qiganda ham a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb o'qishligi go'yoki namozning tahorati o'rnida turadi. Har xil fisq fasod chiqqan og'izni tozalab o'qishlik kerak. Xuddiki namozga turganda tozalanib tahorat qilib turgandek. Bu a'udhu billahi minash shaytonir rojim kalit desak, Qur'onning ma'nolarini tushunishingizga kalit bo'ladi. Bo'lmasam, Qur'onni o'qiysiz, shayton qulflab ketgan, nimani o'qiganingizni bilmasdan oxirida chiqib ketasiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deganingizda shu qulfni yechishlik va keyin ana sizga tadabbur eshiklari ochilinadi. Endi Qur'onni o'qishlikda a'udhu billahi minash shaytonir rojimni buyurgan zot Qur'on qaysi sura bilan yakunlanganligiga qarang. Qo'limizda turgan mushaf qaysi sura bilan yakunlanganligiga, qaysi oxiri tushganligiga emas. Mushaf tartibi nima bilan tugallangan? Qul a'udhu bi robbin nas. Yana ayting a'udhu billah deb. A'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril vasvasil xannas. Yana shu vasvas al-xannas, berkin olib ig'vodan to'xtamaydigan shaytonning vasvasasidan yana panoh tilang. Qur'onni tugatgandan keyin. Nega? Chunki shu Qur'ondan olib chiqqan narsangizni mahrum bo'lib qolmang yana. A'udhu bilan boshlangan, a'udhu bilan tugagan kitob. Toki kirishligingizda ham sizga tadabbur eshigi ochilib kiring, shayton qulfi bilan kirmang. Chiqishingizda ham ana shu kalit bilan chiqing, shaytonni bu qulfini ochishlik uchun. Buki a'udhu billah deb oxirida ham tugatdi, yana qul a'udhu bi robbin nas deb. Istioza bilan tugatdi. Toki o'qigan Qur'oningizdan keyin manfaatlan oling. Toki o'qigan Qur'oningizdan riyo bilan chiqmang. Ana shu uchun nihoyasida ham a'udhuni aytib nihoya qildi.